Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilarim. Bugungi video darsimizning navbatdagi yo'nalishi magistratura bo'limi boshlang'ich ta'limda nutqiy va lingvistik kompetensiya fani bo'yicha 5 amaliy mashg'ulotni ko'rib o'tamiz. Ushbu amaliy mashg'ulotimiz so'z o'yinlari va lug'atlarni kengaytirish usullari deb nomlanadi. Avvalo bu amaliy mashg'ulotni boshlashimizdan oldin biz ozroq muddatda u mavzu bo'yicha nazariy ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, til inson tafakkuri, muloqoti va ijtimoiy faoliyatining eng muhim vositasi hisoblanadi. Biz bilamizki, insonning nutqi qanchalik boy va aniq bo'lsa, uning fikrlashi ham shunchalik ravshan bo'ladi. Shu jihatdan qaralganda o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirish ta'lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biri. Lug'at boyligi o'quvchining o'qiganini to'g'ri tushunishi, fikrni ravon ifodalashi, yozma va og'zaki nutqda so'zlarni o'rinli qo'llay olishi bilan bevosita bog'liq jarayondir. Lug'at boyligi shaxs biladigan va nutqda ishlata oladigan so'zlar majmuasidir. U faol va nofaol lug'atga bo'linadi. Faol lug'atga kundalik nutqda tez-tez qo'llanadigan so'zlar kirsa, nofaol lug'atda esa ma'nosi tushunilsa-da kam ishlatiladigan so'zlar kiradi. Ta'lim jarayonida o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri nofaol lug'atdagi so'zlarni faol nutqqa olib chiqishdan iboratdir. Bu jarayonda so'z o'yinlari juda samarali vosita hisoblanadi. So'z o'yinlari o'quvchilarning qiziqishini oshiradigan, ularni erkin fikrlashga undaydigan, nutqiy faollikni kuchaytiradigan didaktik usullardan biridir. So'z o'yinlari orqali o'quvchilar yangi so'zlarni osonroq o'zlashtiradi, ularning ma'nosini chuqurroq anglaydi va nutqda faol qo'llashga o'rgatadi. O'yin shaklida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarga musobaqaviylik, tezkorlik va ijodkorlik sifatlarini ham rivojlantiradi. Ta'lim jarayonida so'z o'yinlarining turli shakllaridan foydalanishimiz mumkin. Masalan, so'zning oxirgi harfi bilan yangi so'z topishga asoslangan o'yinlar o'quvchilarning tez fikrlashini rivojlantiradi. Sinonim va antonimlar bilan bog'liq o'yinlar esa so'zlarning ma'no nozikliklarini anglashga yordam beradi. Ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali o'quvchilar bir so'zning turli kontekstlarda turlicha ma'no berishini tushunishiga olib keladi. So'zlardan gaplardan esa kichik matn tuzish mashqlari bog'lanishli nutqni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Lug'atni kengaytirishda faqatgina yodlash emas, balki so'zlarni amaliy nutqda qo'llash muhim hisoblanadi. Shu sababli yangi o'rganilgan so'zlar ishtirokida gap va matn tuzish, ularni sinonim, antonimlar bilan qiyoslash, kundalik hayotiy vaziyatlarda ishlatish o'quvchilarning lug'at boyligini mustahkamlaydi. So'z o'yinlari orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarni faollikka chorlaydi, darsni qiziqarli, samarali qilib o'tkazishga yordam beradi hamda uning nutq madaniyatini rivojlantirishda xizmat qiladi. Masalan, lug'atni mana shu jarayonlar orqali bog'lab o'tishimizga to'g'ri keladi. Masalan, lug'at muayyan tartibda joylashtirilgan, lug'at tasniflovchi birliklar sifatida o'rganiladi. Lug'at ularning kelib chiqishi, ya'ni so'zlarning kelib chiqishini o'rganadi. Lug'at so'zlarning ma'nolarini o'rganadi. Lug'at so'zlarning yozilishini o'rganadi. Lug'at so'zlarning talaffuzini o'rganadi. Lug'at so'zlarning uslubiy mansubligini o'rganadi. Lug'at so'zlarning boshqa tillardagi tarjimasini o'rganadi. Lug'at so'zlarning atash ma'nosidagi xususiyatini o'rganadi. Demak, lug'at ishidagi asosiy jihat bu faqat o'quvchilarga yangi so'zni tanishtirish emas, balki ularni faol nutqqa kiritishdan iboratdir. O'zbek tili lug'ati to'xtovsiz tarixiy rivojlanish jarayonida bo'ladi. Undagi o'zgarishlar eng avvalo insonning ishlab chiqarish faoliyati, jamiyatning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Bu o'zbek tilida so'zlashayotgan odamlarga qo'shimcha izohlarsiz tushunarli bo'lgan va muomala uchun zarur bo'lgan so'zlar guruhidir. U uzoq vaqt mobaynida yaratilgan bu leksikaga nutqning turli qismlari kiradi. Lug'at bir qator ijtimoiy vazifalarni bajaradi. Ya'ni o'quvchilarga muayyan hodisa haqida ma'lumot beradi. Lug'at yana bir qator o'z va o'zga tillardagi so'zlar bilan tanishtiradi. Lug'at tilni, uning lug'at tarkibini takomillashtirish va tartibga solishga yordam beradi.
Tilning lug'at boyligini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishi uchun ona tili darslarida so'zlar va ularning ma'nolarini quyidagicha tanishtiradi. Demak, birinchi, o'quvchilarni notanish so'z va iboralar bilan tanishtiradi. O'quvchilar darslikdagi so'z va iboralarga birinchi marta duch kelayotgan bo'lishi mumkinligini kuzatamiz. Bu so'z yangi paydo bo'lgan so'z bo'lmasa ham, o'quvchi uning ma'nosini bilmaydi. Demak, o'quvchi uchun bu yangi so'z hisoblanadi. Demak, bu jarayonda o'quvchilarda, ya'ni maktab o'quvchilarida ayrim metodlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, birinchi metodimiz rasmlar orasidagi bog'liqlik metodi. Bu metodda foydalanish uchun bizga ko'rgazmali qurol, ya'ni rasmlar jamlanmasi kerak bo'ladi. Rasmlar turli-tuman, umuman bir-biriga bog'lanmaydigan mavzuda bo'lishi kerak. Masalan, moychechak, gul, pingvin, kitob o'qiyotgan bola, kravat kabilar. Bu metod amaliy metod hisoblanadi. Bunda o'quvchilar berilgan rasmlardan foydalanib hikoya tuzishlari kerak bo'ladi. Hikoya shunday bo'lishi kerakki, rasmlar bir-biriga bog'liq ravishda tasvirlanishi lozim. Ushbu metod orqali o'quvchilar kreativlikni rivojlantirish, turli xil vaziyatlarni tahlil qilish va ular orasidagi bog'liqlikni topish, yozma va og'zaki nutqni rivojlantirish metodikasini shakllantirishga yordam beradi. Bundan keyingi metodimiz esa hikoya metodi. O'qituvchi doskadagi yangi lug'at so'zlardan bir nechtasini yozib qo'yadi. O'quvchilar mustaqil ravishda shu so'zlar ishtirokida hikoya tuzadilar. O'quvchilar hikoya tuzish mobaynida nafaqat lug'at boyligini oshirishga, balki o'sha lug'atlarni nutqqa olib kirish ko'nikmasini ham rivojlantiradi. Bundan tashqari, gap tuzish so'zni to'g'ri qo'llay olish ko'nikmalari ham shakllanadi. Masalan, qara, o'yla, bayon qil metodida ham rasmlar orasidagi bog'liqlik metodini ko'rib chiqishimiz mumkin, hamda hikoya metodini ko'rib chiqishimiz mumkin. Qara, o'yla, bayon qil metodida esa bizga lug'at asosida o'rgangan so'zlarimiz va ularni ifodalovchi suratlar kerak bo'ladi. Masalan, mana bu slaydimizda bir nechta suratlarni bu yerga joylab qo'yganmiz. O'quvchilar guruhlarga bo'lingan holda matn tuzadilar va uni bayon qiladilar. Bu metod orqali o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, og'zaki va yozma nutq ko'nikmasini shakllantirishga doir bilimlarni mustahkamlashga qaratiladi. Hikoyadan shifokorlar hamda tez tibbiy yordam haqida bildirilgan fikrni topib o'qiydilar. Izohli lug'atlarda berilgan so'zlarning ma'nosini topib o'qiydilar. Masalan, ishtiyoq, maroqli, top mobaynida. Demak, mana shu jarayonlar asosida darslarimiz davom etadi hamda o'quvchilarni yana ham xotirasini charxlash uchun bir nechta rasm asosida rasmlardan keltirilgan maqollarni topish metodini ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, 7 o'lchab 1 kes. Bundan tashqari mana shunday maqollarni ko'rib o'tamiz. Masalan, yana bir maqolni topib, buzoqning yugurgani somonxonagacha deb nomlanadi. Bundan tashqari yana andishaning otini qo'rqoq deydilar degan maqolimiz bor. Dangasaga ish buyursang senga aql o'rgatadi deb nomlanadi yana bir maqolimiz. Tuzsiz oshim, do'stsiz boshim deb nomlanadi. Mana bu rasmlar asosida o'quvchilarni xotirasini charxlash, ya'ni undagi o'sha fikrlarini, o'y-xayollarini rasm asosida tasavvurini kengaytirish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar orasida demak maqollarni shakllantiramiz. It hurar, karvon o'tar va shunga o'xshagan bir nechta rasmlarni o'quvchilarga doska asosida ko'rsatib, bularni hamda tezlikka, nutqini rivojlantirishga, xotirani charxlashga kerakli bo'lgan tushunchalarni izohlaydi. Mana shu darsimizni, amaliy mashg'ulotimizni xuddi mana shu tartibda metodlar asosida davom ettiramiz. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz mana shu, asosan amaliy mashg'ulotimiz mana shu metodlardan foydalanamiz. Uyga vazifa sifatida Xemsdagi ma'lumotlarni olib, topshiriq sifatida qabul qilib olasiz. Xayr, salomat bo'ling.